2026-yilga ota-onamizni hajiga va umraga jo'nashishga niyat qilganda mana shunday chiroyli xonadonlarda ota-onamizni kutib olish hammamizga nasib qilsin. Bu xonadonimizga barcha turdagi mebellarimizni topshirganmiz. Sizlarga birma-bir ko'rsatib beraman hozir. Eshik tagiga kira olishga yo'lak uchun mo'ljallangan prihoshka mebeli. Bu mebelni ikki tomon qilib ishladik. Mana bu tarafda zakritli holatda oyna, ichlarida mana vishilka, stollar shuna qilib, открытый holatda bu yerda nima borligida o'tirib bemalol oyoq kiyimlarini kiyib, chiqib, kirib ketaverasizlar. Stollarni ham bo'ladi. Tepalarini ham ishlaganmiz alohida. Endi bu tomonni ko'rsatib beramiz. Bu tomonda mana shuna podsetkali qilib, sensorli qilib ishlaganmiz. Yaxshini o'chadi. Yaxshi yonadi mana. Ochiq polkalar, mana shuni ayollar. Menda shu marketlarni qo'yib qo'ysak, tagiga ham boshqa narsalardan foydalansak bo'ladi. Bunisi xonamizda qizlar uchun mo'ljallangan yotoqxona mebeli. Kira olishga chap qo'llar shuni angi shkaf qo'ydik. Ha, ya bilamiz. Kremoni mosladik. Bu tomonda mana kravat ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonamizga kiramiz. Keyingi xonamizda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona mebeli. Juda ham qulay qilib ishlaganmiz bu yerga. Kishilik kravat, yonida tommalari. Bu tomonda mana katta qilib shkaf mosladik. Patologlarni ham shkafga moslaganmiz. Shuni inobatga olasizlar. O'rtada televizorga joy tashlab ketganmiz. Bemalol televizorni qo'yib foydalanishingiz mumkin. Shkaflarimiz ichi mana shuni angi yonaygan bo'lgan. Sizlari ochib bemalol vishilkalar olib, polka qismlari, tortmalari ham bu yerda mana. Ko'rishingiz mumkin. Yondagi xonada mana tremoni mosladik. Tarafdagilar yonadi. Orqaga kompozitdan foydalandik. Yonda yumaloq ko'zgu. Bu tomonga shkaf joylab berdik. Sanuzildan chiqib, bemalol mana polkalarga narsalarni taxlab va vishilkasi ham bor mana. Ilib bemalol foydalanishimiz mumkin. Keyingi xonamizga kiramiz. Keyingi xonamiz eng ayollarni sevadigan joyi bu. Juda ham xursand bo'ldim mana shu rangdan. Men ko'rishingiz mumkin. Kostyumga mos bo'libdi rangga. Qaranglar, mebellar mazaligini. Buni o'tirib, tayyorlab bo'lgandan keyin kofelar ichib, 15 minut mana shu yerda tomosha qilib, maza qilaman-da. Ko'rishingiz mumkin, barcha ayollarimiz orzu qilgan oshxona mebel bo'lgan. Shuni angi trend ranglardan foydalanganmiz. Balotvi akrillarimiz ikki tomonli, bir xil, eng full varianti bu. O'rtalariga oqdan foydalandik. Gazlar qaranglar, kattaligida mana 5 komfortkalik. Bemalol hamma narsalar tayyorlasang ham bo'ladi. Mana qoshiq, pichoq, vilka, hamma narsa kirib ketgan ichiga. Moslab berganmiz ularni. Tortmalari ham shundan katta bo'lgan. Suv shilkalari. Trendda bo'lgan moyka hozir qiziq bo'lmayapti, lekin hamma qo'yishyapti buni. Qulay ekan ancha bu ham. Bez ruchkada ishlaganmiz. Gol ruchka qo'yib, yana ham qulaylik qilish uchun mana shuni angi ruchkalardan foydalandik. Ochib bemalol ishlatishsa bo'ladi. Halilni moslaganmiz va bu yerga qora ramchni, alyuminiy ramchni oyna va ichiga asvetkalar moslaganmiz mana. Ana shuna angi kinnoyimlar qimmat idishlarni taxlab qo'yishadi bu yerga. Pastlarni ko'rishingiz mumkin mana. O'ta ham go'zal. Va yana bu tarafdan ishga xoti bor. Bu tarafga ham yana prihoshni yo'llaganmiz. Shuna qoq qilib ko'rishingiz mumkin. Kimga shuni angi mebellar kerak bo'lsa, Magnat mebel jamoasiga bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Shuni angi uylar hammamizga niyat qilingan bo'lsa, 2026-yilda nasib qilsin. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib berasizlar. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar.